Tez ula, tekshiruv kelyapti. Bu nima deganing? Qanaqa tekshiruv? Eshitmadingmi? Qishloqda reyd o'tkazilyapti-ku. Nega shuni oldinroq aytmading? Qo'lga tushsak nima bo'ladi? Tezroq bu yerdan qochishimiz kerak unda. Qashqadaryoda xuddi shunga o'xshash holatda katta magistral ichimlik suvi tarmog'iga noqonuniy ulanganlar fosh bo'ldi. Ko'cha tumani Bo'ronjiz mahallasimi? Bo'ronjiz mahallasida turibmiz. Ma'lum bo'lishicha, Qashqadaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati hamda viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan tarmoqqa o'zboshimchalik bilan ulanish holatlarini oldini olish maqsadida nazorat reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. 2 nafar fuqaroning xonadoni ko'zdan kechirilganda, har ikkala holatda fuqarolar ichimlik suvi tarmog'iga o'zboshimchalik bilan ulanib, noqonuniy ravishda foydalanib kelayotganligi aniqlandi. Holat yuzasidan rasmiylashtirilgan dalolatnomaga ko'ra, huquqbuzarlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 163-moddasi 1-qismiga asosan 4.120.000 so'm miqdoridagi ma'muriy jarima rasmiylashtirildi. Shu o'rinda ayrim qo'shtirnoq ichdagi fuqarolarga muhim eslatma: qing'ir ish baribir bir kuni kelib fosh bo'ladi. Har bir zarrasi oltinga teng bo'lib borayotgan ichimlik suvini isrof qilmang, yo'qsa javobgarlikka tortilasiz.